sizga Telegramdan yozib qo'ysangiz, har xil videolar tashib beraman, qanaqa joylash, nima qilib qo'yish. Hop, apkam tayyor ishlarimizni blokka joylash programmasi. Kiramiz. Yangi tosh ochmoqchi bo'lsa, Noviga kiramiz. Apparatimiz PL3. Nima o'yamiz? Telefon o'yamiz, voz, PM tanlayveramiz. Mana ikkitasi hisob kirmaydi bu. Hop, Sirkon hozir bizda. Следующий qilamiz. Hop, bu yerda bizning STLimiz qayerda? Telegramdan? Telegramdan. Telegramimizni ochamiz. Qaysi bo'ldi? Otabek. Mana uning kiring. Shohida. Mana shuni shunday olasizda, mana shu postoga bitib qo'yib olasiz. Shular mana shu turganda bu nima bo'ladi? Bu most bo'ladi. Mana mostni belgilaymiz. Agar одиночка full bo'lsa, buni belgilaymiz. Misol uchun implant most bo'lsa, balka bo'lsa, hozir mana funksiyalar, mana misol uchun bular o'chuv. Uni yoqib olishimiz kerak. Hop, mostni belgilaymiz, следующий qilamiz. Hop, e'tiborni 16 tosh ketadi bo'ldi. Bizda toshimiz 14 ku, Sokir aka. Avuç bor ekan. Avuç. Ha, mana bitta harakat qilib ko'ring. 14, ha, harakat qilib ko'ring. Hop, toshimiz 14. 14 deb belgilaymiz, следующий qilamiz. Bu o'tgan naзванияsiga yozamiz. Hop. Toshning nomini yozamiz-da. 4 qilamiz. Ha, 2. Hop, mana X, Y, Z esa bu usatkasi, toshni usatka kichrayishishi. Hop, bu yerda mana yozib qo'yibdi mana. 1.249 hamma toshda har xil bo'ladi. Biz mana shu joyini o'chiramiz, 2 qoladi, 49 ni qo'shib qo'yamiz. Mana bir xil bo'ldi. Следующий qilamiz. Bo'ldi. Mana shu tosh, mana shu anaqa bilan yuradi endi постоянно. Keng yangi ochmoqchi bo'lsangiz, yana o'zgartirib olasiz. Mana bu uzun ekan bu. Sig'madimi? Uzun razmer 14 qancha dirham chiqdi shekilli? Oshib ketdi. 16 ga ketadi deyapti-da. 16 bormi deb aytdi? Avuç bor. Bo'ldi bu. Ha, o'sha. Mana o'tib ketyapti-da, aksis. Ko'p bo'lyapti. Sanasi sotilmaydi. Hamnaqasi qo'ysa bo'lmaydimi? Yo'q, emas. Boshqa ish yo'qmi? Boshqa yo'q aka. Fantomni bering. Testga. Qanaqa u? Testgami? Ha, bitta full chiroyli forma, одиночками. O'zida bor-da, o'zida. Yonini qo'yib olaman. Tosh bor. Bir. Marker olib. Bo'ldi, bu kirgizib qo'yildi-da. Hop, endi yana xuddi shunaqa boshqatdan boshlaymiz. Bu 16 mi? Yana Novi qilamiz, PL3 qilamiz, Sirkon tanlaymiz, следующий qilamiz. Hop, boyagi Telegramimizda ishi turib mana shu yoqqa tashlaveramiz. Bibliotekani o'zi yasaverasiz, qiziq. Mana most kolonka qilib belgilab olamiz. Следующий qilamiz. 16 ga ketadi deyapti. Toshimiz ham 16. Следующий qilamiz. Naзванияsiga 3 d 4 d 3. Bu yoqqa usatkasi mana 1.251 ko'rdingizmi? O'sha boshqacha bu. 5 qoladi, bir qo'shib qo'yamiz. Mana o'shanda 251 bo'ldi. Hop, mana strelka tepagaligi bu ekvatordan tepa qismi emal qismini bildiradi. Emal qismi tepada deyapti. Hop, следующий qilamiz. O'zi cho'tka qilib joylab beradi, ko'rasizmi? Qanaqa tekshiramiz. Hop, mana narsasi qarang. Bu mana buni yoqib turib ham aylantirsangiz bo'ladi, anaqa. Hozir siz buni yoqmasdan turib ham keterlarni bosib turib, mishka dumaloq bilan aylantirsangiz bo'ladi mana. Tushundingizmi? Keterlar shiftni bossangiz, o'sha A bilan B ga o'tib ketadi. Shuning uchun keterlarni o'zida bosib turasiz. A bilan B ni o'zgartirmaganingizda ham yaxshi, o'zi avtomatik uzib qo'yib beradi. Hop, buni joylashtirib olganimizdan keyin hop, keyingisi. Buni qarang, bo'yicha yana bitta narsa ham bor. Mana shu narsaga e'tibor berish kerak. Hop, bu kichkina ish-ku. Buni bizda chemta bor-ku, men pastroqga qo'yganimiz yaxshi. Chunki bu yoqqa peredniy 6 taliklarni olib qo'yib, sekin olib keturamiz. Bundan keyingi ish bo'lishi mumkin 6 talik. Shuning uchun buni pastga sekin olib, mana bu yoqqa terib olganimiz ham yaxshi. Ko'rdingizmi, mana qizil bo'lib qolsa, bu o'sha mana bu X beradi. Mana folderga mana qizil bo'lib qolsa X beradi. Mana bu yoqqa olsam o'sha ketadi. Ko'rdingizmi? Bunaqa bo'lib qolish kerak emas, qisqacha. Sal uzoqroq qo'yib olish kerak. Qo'yib olamiz.
holderga tegmayapti. Put videonasini ko'ramiz. Bu chaqlanishi ham lekin dori bo'lib yotibdi. Keyingisi litniga o'tamiz. Bunisi litniy. Bu put videonaniki, mana ichini ko'rishimizniki. Bunisi litniyniki. Mana bu yerda tepadan ko'rinish fonini to'g'rilab olamiz. Litniy botini o'chirib tashlaymizda, mana orqasiga bitta bossangiz o'zi chiqadi. Masalan, chiqadi. Sizga o'tamiz. Bu islarni ochib turib to'g'rilab ko'rib chiqamiz. Qutlab qo'yamiz. Farq. 1.79. Ko'ramiz. Litniysini tekshirib olamiz. Mana bunaqa sheyga tushib qolish kerak emas. Buni ekvatorga qo'yib olamiz. Limoni 1.3 qo'yib olamiz. Litniyni pitichkani bostirib, fse pinni bostirib, ikkitasi barobar bo'ladi. Tushundingizmi? Pitichka, fse pin. Ledning 1.3 bo'lishi kerakmi? 1.3 bo'lishi kerak, minimalniy. Siz o'tirib ko'ring. Holderda chiqadimiz. Bunisi stabilizator. Bu stabilizator, bunaqa ishlagan stabilizator qo'yilmaydi. 7 tali, 8 tali, patkovali stabilizator qo'yiladi. Keyingisi kalkulyatsiya. Kalkulyatsiya qilishimizda, misol uchun, bu mana bitta patkova bo'lsa ham bu уже bitta narsa-da. Bu birlik deyiladi. Misol uchun, agar buni oldida yana bitta одиночка bo'lsa, уже bu ko'plikka kiradi. Agar bizda ko'plik bo'lsa, buni bosamiz. Hozir bu birlik. Bitta dona most yoki bitta dona одиночка. Umuman bitta narsa-da, mana shu narsani o'zi. Yaxlit qo'ygan uchun. Ha. Shuning uchun buni bosamiz. Bittamiz ikkita-ku. Farqi o'zi bitta ulangan-ku. Bitta ish. Bitta ish. Bitta ulangan. Patkovoy bo'lishi mumkin, 14 talik bo'lishi mumkin. Mana misol uchun buningiz baribir bitta-ku, to'g'rimi? Mana bu bitta ulangan-ku bir-biriga. Mana buningiz уже boshqa narsa. Agar ikkita mana shu narsa bo'lsa, уже bu ko'plikda. Bu agar bu bitta o'zi bo'lganda, bu уже birlik bo'ladi. Dani bosamiz. Endi bu yerdan biza toshni joylaymiz. Ko'ryapsizmi? Bo'lchilarni joyiga bera qolaylikmi? Hop, qarang. Boshqa videomi bu?